Xitayning Sharq Turkistondan tarqatilgan Xinjiang gazeti, Tangirtog' tor qatorliq hukumat uchur vositalarining xabarlaridan oshkorlanishicha, Xitoy mushu bir yil ichida Sharq Turkistonda 10 mingdan ortiq 5G asos punktini qurgan. Bu oldingi yilning oxiriga selishtirganda 58,2% ish sur'atini ko'rsatdi ekan. Bir yil ichida Xitoyning Sharq Turkistondagi bu tur qurilishlarga ajratgan mablag'i 1 milliard 650 million bo'lib, hozirga qadar Sharq Turkistonda 30 mingdan ortiq 5G asos punkt qurilib bo'lgan. Xitoyning uchur vositalarida aytilishicha, Sharq Turkistonda har 10 ming odamga 12 ga yaqin 5G asos punkt to'g'ri keladigan bo'lib, viloyat darajalik shaharlar, nahiya shahar bozorlari va yizi bozorlar 93,53% 5G tor bilan qoplangan ekan. İnsaniyat yuqori fan texnik sohasidagi 5G insonlarning o'zaro munosabati, kishilarning dunyo va shay'lar o'rtasidagi bog'lanishini ishga oshirib, yiroqdan davolash, aqli iqtidorni kuchaytirish qatorliq har xil sohalarda qo'llanishchan programmaga aylanib, insoniyat jamiyatiga yangi va aqli o'zgarishlarni ilib kelmoqda. 5G texnikalarini demokratik erkin davlatlarda kishilarning turmush sifatini, uchur aloqaning unumini, kasblar taraqqiyotini o'stirish uchun qo'llanayotgan bo'lsa, Xitoy hukumatı uchun insonlarni, bo'libmi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun qo'llanayotgan xalqaro andish qo'zg'ayotgan tarafidir. Mukammal soqchi davlati nomli kitobi orqali Xitoyning butun Sharq Turkistonni yuqori texnikalik kuzatish uskunalari orqali usti ochiq turmaga aylantirganligini statistikalik ma'lumotlar, ko'p taraflamalik dalillar va o'tkir analizlar orqali yoritib bergan. Muntazam holda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi ta'qib sistemasini tadqiq qilib kelayotgan Amerikadagi Lincoln aqllar ambirining yuqori texnika mutaxassisi Jeffrey Kayin bu qadar 5G punktlarini qurish Xitoy hukumatining yadimi ilgirlagan holda yangi texnik taraqqiyotidan foydalanib Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni kontrol qilishni favqulodda holda kuchaytirayotganligining yana bir isboti degan. Butun Sharq Turkistonda lager sistemasini barliqqa keltirgan bir vaqtda yana yuqori texnikalik ta'qib uskunalarini zo'r mablag' va kuch bilan taraqqiy qildirayotgan Xitoy hukumati yana 5G torining nahiya va yizi bozorlarga bo'lgan qoplanish doirasini texnik cho'nglashtirmoqchi bo'lib, butun nahiyalarda raqamli Sharq Turkiston planini mustahkamlamoqchi ekan. 19 oktyabr kuni Angliya tashqi ishlar ministri Xitoy bosh elchisiga namoyishchilarni qasddan urganligini, Angliyaning qabul qilmaydiganligini, Angliya hukumatı yana ilgirlagan holda tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini bildirgan. Xitoy bayonotchisi Wang Wenbin 19 oktyabr kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Manchesterdagi Xitoy elchixona xodimlarining odam urish voqeasi to'g'risida to'xtalib, bir qism to'polonchi unsurlar mojaro taraf qonunsiz holda elchixonaga bostirib kirdi. Shundaqli Xitoy taraf elchixona xodimlarini urib yaralandirdi. Ularning bexatarlik ig'ir darajada tahdidga uchirdi. Xitoyning chet elda turishli konsulxona xodimlarining bexatarligi va g'ururi tahdidga uchirmaslik kerak. Biz Angliya tarafining o'z mas'uliyatini ado qilib, unumli tadbir qo'llanib, Xitoyning Angliyada turishli xodimlarining bexatarligi kafolat qilishini talab qilamiz degan. Shuningdek keyin Angliya tashqi ishlar ministri kuchli inkos qaytirib, Xitoy diplomatlarining kishilarni urish qilmishini Angliya taraf qabul qilmaydiganligini, tinch namoyish Angliyadagi hamma odamni bar bo'lgan asosiy huquq ekanligini, Xitoyni cho'qim hurmat qilish kerakligini qayta ta'kidlagan. Diplomatiya ministri Kilverli chorshanba kuni Manchester soqchilari tekshirishni tamomlagandan keyin Angliya hukumatining bu ishga tadbir qo'llanadiganligini bildirgan. Xitoy konsul xodimlarining odam urish voqeasidan keyin Angliya parlamentining bir qancha a'zosi odam urish qatnashganlarning biri bo'lgan Xitoyning Manchesterdagi bosh elchisi Jing Shuanni chegaradan qovlab chiqarishni talab qilgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Manchesterdagi konsulxonasi tayoq yegan Bob Londonda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Xitoy kompartiyasining hujumini aybladi va o'zining tayoq yeb yaralanganligini aytib, Angliya hukumatidan ularning mas'uliyatini surishtirishni talab qildi. 16 oktyabr dunyo jamoatchiligi ijtimoiy tor vositalarida tarqalgan qisqa filmlardan Xitoy elchixonasi ichidan chiqqan bir turkum kishilarning eshik oldida namoyish qilayotgan Hongkongliklarni dumbalab urganligini, hatto namoyishchilarni konsulxon darvozasi ichiga so'rab ilib kirib urganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Xitoy diplomatlarining xalqaro qoida prinsiplarga zid bo'lgan lukchaklik qilmishi dunyoni cho'chitdi. Bugungi Xitoy bayonotchisining ushug'li qilib qilgan yolg'onlari xalqaro sahnada Xitoyning naqadar nomussiz, yolg'onchi va qora yuz ekanligini yana bir qitim isbotlab berdi. Xitoy kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi munosabati bilan Xitoyda yuqumni nolga tushirish siyosati sababli fojialik ofatlar yuz bermoqda. Bir sin ko'rinishda 19 oktyabr kuni saharda Urumchidagi ona bolalar sog'lomlik do'stlik doktorxonasining kirish eg'izida 4 homildor Xitoy ayollari oq kiyimliklar tarafidan to'sib ilinib, doktorxonaga kirgizilmagan. Homildor ayollarning oila a'zolari ansizlik va g'azab bilan 200 soat bo'ldi. Bu 4 homila ayollardan 3-ning bosh suyi kap bo'ldi. Kimning gapi o'tidi? Nimish kirgizmaysizlar? Ya yuqori doklad qilmaysizlar? Bizni o'lsin demsizlar? Bu jonga
munosabatli ish tursa deb zar qaqshab ketgan. Doktorxonaga kirgizilmagan Urumchida turishliq bir Xitoy homildor ayol amalsiz yo'lda tuqqan. Bir homildor ayol yig'lab turib tashqi dunyoga homildor ayol yo'lda tug'di. Bola yo'lda tug'ildi. Atrofdagi hukumat xodimlari uning holidan xabar olmadi. Bu jahon nima bo'lib ketdi? Nima degan rahimsizlik, qonxo'rlik bu deb nido qilgan. Fransiya agentligining xabariga qaraganda, Yevropa parlamenti 19-oktyabr kuni 2022-yildagi Sakharovning fikr erkinligi mukofotining Ukraina xalqiga berilib, ularning Rossiyaning tajovuzga qarshi botirlik bilan qarshi turganligini taqdirlab mukofotladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Twitterda Ukrainaliklar har kuni urush maydonida Rossiya terrorlik davlatiga qarshi kurash qilib, amaliy harakatlar bilan erkinlik va demokratik qimmat qarashni qo'llayotganligini hamda Yevropa ittifoqining qo'llashining Ukraina uchun intayin muhimligini ta'kidlagan. Yevropa parlamentining raisi Mesura mukofot tarqatish marosimida Yevropadagi eng yuqori kishilik huquqi simvol qilingan bu mukofot mayli urush maydonida bo'lsin, uy makonlaridan ayrilishga majburlangan, tuqqanlari yoki do'st birodarlardan ayrilgan barliq Ukraina xalqiga beriladi. Ukraina xalqi o'z e'tiqodining qimmat qarashini, yana erkinlik, demokratiya, adolatni qo'g'dash uchun hayotini xatarga ittiryotdi. Botir Ukraina xalqi voz kechmaydi, Yevropami voz kechmaydi degan. Bir hafta uda yaqin qattiq yomg'irdan keyin Janubiy Amerikaning tunji alomat deb atalgan Iguazu sharqiratmasi yana bir qitim hayvatini ko'rsatdi. Bu sharqiratma bo'lsa, Braziliya bilan Argentinaning shimoliga tutishadigan Janubiy Amerikaning tunji alomati deb atalgan va dunyodagi 5 cho'ng mashhur sharqiratmaning biri. Braziliyaning janubida bir hafta yaqin qattiq yomg'ir bu kam uchraydigan manzarani barliqqa keltirgan. Yerlik taratqularning xabari qaraganda, Braziliya bilan Argentina chegarasida yaqqan yomg'ir suyuning saviyasini 10 hassa yuqori ko'targan ekan. Iguazu sharqiratmasidagi suv yig'imi odatda sekundda 1,5 million litrni xotirlagan. Lekin 13-oktyabr kuni sekundda 16 million litrdan eshib ketgan ekan. Iguazu sharqiratmasi dunyodagi eng keng sharqiratma bo'lib, egizligi 82 metr, kengligi 4000 metr, o'ttirchi tuvanlash nisbati 75 metr ekan. 1986-yili Iguazu sharqiratmasi va uning atrofidagi rayonlar Birlashgan Davlatlar Darslik Tashkiloti tomonidan Dunyo madaniyat meroslari tizimiga kirgizilib, 2011-yildan boshlab dunyodagi 7 yangi tabiiy alomat qatoriga tizilgan.